Ko'pchilik obunachilarimiz bir xil savol berishadi. Qanday qilib tunuka fonni hisoblasak bo'ladi deb. Bu juda ham oddiy do'stlar, lekin bittagina xato sababli umuman boshqa narsa chiqishi mumkin. Shuning uchun men sizlarga bugun tunuka fonni qanday qilib usta chaqirmasdan turib hisoblashlik mumkin bo'ladi, shu haqida batafsil ma'lumot beraman, to'liq ko'rsataman. Mana shunaqangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Kamin usta Abdulloh qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik. Hozirgi kunda biz jamoamiz bilan birga tashqi fasad ishlari, tunuka fon, traventin, sokil, kafel ishlarini amalga oshiramiz. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Xo'sh, azizlar, biz navbatdagi obyektimiz ushbu biz tunuka fonlarini juda ham chiroyli suratda qilib tugatdik. Ushbu lokatsiyamiz Samarqand viloyati Toyloq tumani Chobot qishlog'ida qilib tugatdik. Biz Chobotda oldin ham ishlaganmiz. Ushbu xonadonda uy egasini, akasini uyini chiroyli tunuka fon qilgandik. Demak, ishimiz yoqqanki, o'zini ham uyiga chaqirib tunuka fonlarini qildirdi. Azizlar, biz haqida batafsil ma'lumot beradigan bo'lsak, ko'rib turganlaringdek, biz ushbu uyimizni ranglarini qaymoq rangga qilganmiz. Asosiy rangi qaymoq rangda bo'lgan. Bundan tashqari kubiklarimizni oralari tilla ranglardan foydalanganmiz, bo'lib chiqqanmiz, tilla lentalar. Bundan tashqari mana bu 3D yulduzdan qilganmiz. 8 qirrali yulduz bu, juda ham chiroyli chiqqan. Keyin ozroq mokri ranglardan foydalanganmiz hoshiyalariga. Azizlar, nima uchun aynan qaymoq rang? Chunki qishloq hududida chang ko'p bo'lishi mumkin, pashshalar bo'lishi mumkin, chunlar mana shu narsada kirlarni bildirmaslik uchun aynan qaymoq rangdan foydalanganmiz. Xo'p, azizlar, biz aytganimizdek tunuka fonni qanday qilib usta chaqirmasdan oldin hisob-kitob qilsak bo'ladi degan savolga men sizlarga bugun to'liq javob beraman. Video roligimizni oxirigacha ko'ring. Like bilan bizni qo'llab-quvvatlab podдержка qilasizlar. Azizlar, bu juda ham oddiy narsa. Birinchi o'rinda mana shu joyimizni oladigan bo'lsak, mana shu joyimizning uzunligi, ayvonimizning uzunligi 15 metr 70 santimetr. Eni esa mana bu devordan mana bu yergacha 2 metr 95 santimetr. Mana bundan u yog'i esa 30 santimetr chiqqan va yuqoriga 17 santimetr ko'tarilgan. Xo'p. Sizlarga hozir 2 daqiqa ichida oson usulni o'rgataman. Mana bu kozirogimiz devordan chiqishligi 45 santimetr bo'lgan hamda uzunligi 21 metr ketgan. Mana shu joyga qancha tunuka ishlatilgan, o'shani hisob-kitob tushuntiraman. Ushbu kozirogimiz 4 ta detaldan iborat. Birinchisi plyuntus, ikkinchisi kozirog, uchinchisi bilboq, to'rtinchisi qosh. Mana shu joyga qancha tunuka ishlatilgan, o'shani hisob-kitob tushuntiraman. Bu yerda birinchi detalimiz devor tagida plyuntus ketgan. Keyin kozirogimiz, yonida belbog'i va eng yuqori qismida qosh turibdi. Latokda tagidagi narsani biz qosh deb ataymiz. Xo'p, birinchi detalimiz plyuntus, ko'rinishda 7 santimetr bo'lgani bilan mana buni holatiga tekislaganimizda 25 santimetr bo'ladi. Demak, yozamiz, birinchi detalimiz plyuntus 25,5 santimetr, uzunligi 20-70 dedik. Sababi joyimizda kozirogimizning uzunligi 20,5 metr. Bir-biriga kiyishlik plus minus o'shanga 20 santimetr qo'shib 20-70 ko'paytirilgan 0,25 santimetr. Demak, plyuntusimiz umumiy kvadrati 517 kvadrat bo'ldi. Ikkinchi detalimiz bu kozirog. Mana buni kozirog deyapmiz. Bu kozirogimizda peshona qismi mana bu asosiy qismi. Mana bu kozirogimizda esa eniga bo'yini ko'paytiradigan bo'lsak, bitta kozirogimizni kvadrati kelib chiqadi va biz buni mana bu yerga yozib qo'yamiz. 20,5 metr joyga bor yo'q 34 dona ketadi. Bu yerda eng asosiy qismi mana bu necha santimetr bo'ladi, bu necha santimetr bo'ladi, hozirga ko'rsatib beraman. Mana. Xo'sh, mana bunday holatda turadi, mana. Mana bu joyimiz 3,5 santimetr akalar. Mana bu 7 bo'lgani bilan mana bu ichkariga 2 kirib ketdi. Demak, bu yerda 5 qoldi devor tagida. 5 ga 3,5 ni qo'shadigan bo'lsak, 8,5 bo'ladi. 8,5. Umumiy uzunligi chiqishi 45 edi. 45 santimetrdan 8,5 ni ayiradigan bo'lsak, mana bu joyi 36,5 santimetr qoladi. 36,5ligini bildik. Mana bu yog'i esa 12 santimetr. Bu 12 bo'lgani bilan azizlar ko'zga ko'rinmaydi. Mana bunday ichiga kirib ketadi. Mana. Kirganda mana bunday holatda bo'ladi, lekin yonda mana bunday ko'rinadi. Xo'p, demak, bu yerda 12, 36,5, 1. Umumiy uzunligi 50,5 santimetr.
Bu yog'i esa tunikani 2 ga bo'lingan. Ya'ni 62,5 sm. Demak, kozirogimizning eni 62,5 sm, bo'yi 0,50,5 sm. Eniga bo'yini ko'paytirganimizda 0,316 bo'ldi. Demak, kozirogimiz 0,316, 20,5 metrga 34 dona ketdi. 34 donani ko'paytirganimizda kozirogimizning umumiy kvadrati uni 174 kvadrat bo'ldi. Bu koziroglarimizda arasiga esa belbog' qo'yamiz. Ya'ni bu belbog'lar hammada har xil bo'ladi. Bizning belbog'imiz mana bunday. Ko'rinishda 6, yonlar 1,2, 1,2. Bu kozirogimiz 50,5 bo'lsa, bu ham 50,5. Demak, belbog'imizning eni 0,8,4 sm, uzunligi esa 50,5 sm. Eniga bo'yini ko'paytirganimizda 0,042 bo'ldi. Demak, 3-detalimiz belbog'. Belbog'imiz kozirogga nisbatan bitta kam ketadi. 33 ta ko'paytiramiz 0,042. Belbog'imiz umumiy kvadrati 139 kvadrat bo'ladi. Va oxirgi detalimiz bu qosh hisoblanadi. Qoshimiz mana bunaqasiga 3,5 bo'lgan bilan mana bu hisobi bu. Mana bu hisobi jami 25 sm bo'ladi. Demak, qoshimizning eni 25 sm, uzunligi esa 20,5 metr joyiga kiyishish hisobiga 20 sm qo'shib 20,70 ko'paytirilgan 0,25 sm teng 517 kvadrat bo'ladi. Mana shu 4 ta detalimizni qo'shganimizda jami 22,47 kvadrat bo'ladi. Demak, kozirogimizning uzunligi 20,5 metr, chiqishi 0,45 bo'lganda, yuqorida ko'rsatilgan fasonimizda jami 22,47 kvadrat bo'ladi. Hisob kitoblarimiz sizlarga ham tushunarli bo'ldimi? Videorolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videoroliklarimiz tashqi fasadga oid, tunuka fonga oid qanday sizlarga videolarimiz qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangizlar, biz buni albatta inobatga olamiz.